har bitta apparatimizni garantiyali, sifatli, yangi materiallardan ishlatib, adresingizgacha yetkazib, kerak bo'lsa ishlatib, o'rgatib ham qo'yish. Mana xizmat bizdan. Bitta ishni bitta layk. Bizdan arzonini topsangiz agar, bemalol kelib, shuni yarim pulga olib ketaverasiz. To'g'rimi Sherist aka? Tanlaganlar uchun borib ko'rishlari mumkin. Adresigacha, nomerigacha beramiz do'stlar. Mana shunaqa apparatda ikkita olgan bitta akamiz, bunisida 20 tonna. Bunisida 20 tonna. Ikkalasida общий 40 tonna ko'mir chiqaryapti bir kunda do'stlar. Tushunasizlarmi? Endi har bittasini sizlar uchun bitta narxini aytib o'taylik. Eng qiziq joyi mana shunda, maza qilasizlar. Kundalik apparat albatta o'rtasida 20 lik razmerda teshigi bor. Yonishini juda ko'pchilik so'raydi. Nasib qilsa zo'r yonadi, chunki biz o'z Assalomu alaykum, bizning Biznes TV kanalimizda obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Sizlar uchun bugun biz 10 xil apparatlarimizni ishlab chiqarish apparatlarimizni tayyor qildik. To'liq obzor qilib, eng birinchi o'rinda narxlari bilan hamda hozirgi kunda juda ham katta aksiya e'lon qildik. Ana shu aksiyalar haqida batafsil to'liq ma'lumot beramiz. Siz albatta videoni oxirigacha ko'rib, yoqsa bittadan like bosib, albatta kanalimizda mehmon bo'lsalaring, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Xo'p, manzilimiz Qo'qon shahar. Dastavkalar Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hamda Turkmaniston bo'ylab O'zbekiston ichida 12 ta viloyatga. Muammosi yo'q, chiroyli qilib yetkazdirib adresingizgacha beramiz. Sizlar cho'zmaymiz, birinma-ketin barini batafsil ko'rsatib o'tiraman. Qaysi qanaqa sizga kerak bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin o'zingizning fikringizda yoki ushbu ekran tagida turgan nomerlarga 5958 hamda 1112 nomerlariga shunday aloqaga chiqsangiz, to'liq ma'lumot olishga ega bo'lasiz. Shaxsan o'zimizda telefon nomerlari ushbu nomerlar. Shu nomerlarda WhatsApp, Telegram, Imo hammasi mavjud. Bemalol internet orqali ham aloqaga chiqishingiz mumkin do'stlar. Xudo xolasa, unda biz sizlar uchun bir boshdan boshlaymiz, to'liq ko'rsatib o'tishdi. Do'stlar, xudo xolasa, sizlarga va'da qilganimizdek bitta apparatimiz, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta. Bu tarafda ishlatishyapti mana. Ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Ko'mir briket apparatimizni 10 ta. Mana yana bu tarafda shestigran holatda chiqadigani 11 ta va bu tarafda rushnoy ko'mir briket ishlab chiqaradigan apparatimiz. Bunisi esa xomg'ish ishlab chiqaradigan rushnoy holatdagi apparatlarimiz. Hozir mana shular haqida to'liq obzor qilamiz. Birinchi o'rinda rasxodlari qanaqa, narxi apparatlarimizni qanaqa, hamda dastavkalar qanaqa. Xo'p, foydasi, ziyoni hammasini to'liq sizlar uchun tushuntirib o'tamiz. Har bitta detali ham apparatimizni nasib qilsa yangi qo'yamiz. Garantiyalar haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Hozir esa ozgina briketimizni ishlatishini tomosha qilishlaringiz mumkin do'stlar. Albatta o'rtasida 20 lik razmerda teshigi bor. Yonishini juda ko'pchilik so'raydi. Nasib qilsa zo'r yonadi, chunki biz o'zimiz ancha yildan beri shu briket ishlatamiz. Buni hokasini do'stlar 400 so'mdan olyapti, briketni esa 1000 so'm sotyapti. Ko'mirimiz hozirgi kunda 2000 ga chiqib bo'lgan. Mana shu holatda chiqishini ko'rib turibsizlar. Soatiga bemalol kamida 500 kg ko'mirda hokasini mana shu holatda briketni beradi. Bunga keyin nima qo'shsa bo'ladi deydi. Hozirgi holatiga hech nima qo'shilmagan, ozgina suv hoka. Ozgina suyuq ham, shunisiga ahamiyat berasizlar. Xo'p, bunga endi o'zini qo'shadigan mahsulotlari bor. O'sha nima qo'shish kerak bo'lsa, kimgadir qiziq bo'lsa, albatta bu haqida ham telefon qilsalaring to'liq ma'lumot beraveramiz. Xo'p, 380 da ishlaydi, 220 da emas do'stlar. Motorimizni ko'rib turibsizlar, shovqini yo'q, qo'shniga umuman mushat berish yo'q. Tixa, spokойно 2 kishi bir kunda 5 tonna ko'mirni shunday hokasini briket qilib sotsa ham bo'laveradi yoki kimdadir katta partiyada ko'mir olgan bo'lsa, hokasi bo'lsa, hokasini briket qilib sotsa ham bo'lar yoki
teplitsalarga olib ishlatsa bo'ladi. Xullas juda ko'p foydali joylarga qo'yib ishlatsa bo'ladi. Albatta bu videoni o'sha ko'mir bilan shug'ullanadigan do'stlaringga tashlab qo'yishlaringni so'ragan bo'lardik, chunki ular uchun juda ham qiziq, siz uchun qiziq bo'lsa. Tok rasxotiga kelsak do'stlar, soatiga 5000 rasxot. 1 soatiga 5000. Chunki 5 kilovatt 1000 so'mdan bo'lganda ham 3 fozamiz 1000 so'mdan ham 5 kilovatt bo'lgandan keyin 1 soatda 5000 tok rasxot qiladi. Buni endi nasotkasini ko'rib turibsizlar, qolipini. Razmerimiz 100 lik, o'rtasi esa 20 lik teshikda chiqyapti. Bunisi esa 6 gram, ya'ni 6 qirrali, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham zakazga tayyor bo'lgan. Bittasi Samarqandga ketyapti, bittasi esa Qashqadaryoga ketyapti do'stlar. Xudo xolasa, ikkovi ham bir xil narsa. To'liq ma'lumot beramiz nasib qilsa narx haqida va yana nimalari qanaqa hammasini to'liq tushuntirib o'tamiz yana video davomida. Endi esa bularni ham bitta tushuntirib o'taman do'stlar. Bunisi do'stlar, hozir albatta buni ham ishlashini tomosha qilamiz. Bu ham ko'mir briket, rushni holatda bir kishi bir kunda bemalol bunda ko'pi bilan 1 tonna chiqarsa bo'ladi. 500 kilodan 1 tonna bir kunda bitta odam uy sharoitida o'zi uchun ham pechkasiga hokasi bo'lsa, hokasini yo'qotishni maqsadida uyda chiqarib bemalol pechkani g'ulatib yoqsalaring bo'laveradi. Yonishi ham zo'r, alangasi zo'r, chidab berishi ko'p chiqadimi deydi. Endi bunga hamma har xil savol tug'ilaveradi. Endi buni ishlatib ko'rib, ana undan keyin foydasini, ziyonini sezsiz bo'ladi. Ishlatib ko'rmasdan turib, hamma har narsa deyaveradi. Bunisi esa Rushnoy mini g'ish zavodimiz ikkitadan paltara razmerda chiqaradi. Bu ham zakazga, bu ham zakazga do'stlar. Hozirgi kunda bundan nalichida bor, kimgadir kerak bo'lsa, bir hafta 10 kun kutish shart emas. Bemalol aloqaga chiqsalaring, sirazi kelib olib ketsalaring bo'laveradi. Bulardan esa ichkarida yana tayyor bo'lyapti, hozir ko'rsatamiz. Bularni shu 10 kun ichida tayyorlab adreslaringizga kelishilgan narxda yetkazdirib beramiz. Bunisi endi do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, drabilkali lentamiz 5 metrlik. Bunisi esa mishalka. Xo'p, lentamiz quruq turpoqni olib kelib, bu yerga tashiyapti. Bu yerdan suv sepib turgandan keyin bu mishalka o'zi loyni qorayapti. Ya'ni bunga somon tashab, turpoqni tashab, ozgina suv bilan aralashtiryapti. Aralashtirib bo'lgandan keyin buni do'stlar, rosa me'yoriga keltirgandan keyin mana bu yerdan do'stlar shunday ochadi. Ochishi ham juda muammo emas. Hozir buni ikki qo'lda ochish kerak mana. Xo'p. Bunisini esa mana shunday borgandan keyin o'zi to'xtaydi. Shunday ochdi, loyimiz tushaveradi. Shunday kurakda oladi, mana xohlasa aravaga soladi, xohlasa hozir do'stlar bag'dabular o'zi ishlatishni boshlatdi. Buni biryo'la ko'rib o'tib ketdik, so'raganlar uchun mana. Hop, ana. Bemalol mana shu holatda. Mana shu holatda mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita teshikli mana shu holatda uy sharoitida chiqarsa ham bo'laveradi. Narxini hozir bir boshdan to'liq aytib o'tamiz do'stlar. Albatta videoni oxirigacha kuzatib turing. Buni endi loyimiz tayyor bo'ldi, ya'ni somon loy. Xohlovchilar uchun masalan tomlarga loy bosish uchun ham mana shunday loy qo'ysa bo'laveradi. Uni shuvoqlarga kimgadir qanaqa kerak bo'lsa. Buni Qashqadaryolik Suhrob akamiz zakaz qilgan. Bunda nima qiladi? Bunda g'ish chiqaradi do'stlar. Qanaqa desalaring, ana shunda tayyor bo'lgan mahsulotni shunday aravada olib keladi-da. Mana bunga shunday to'kib, mana do'stlar, ko'rib turibsizlarmi? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6, 7, 8, 9, 10. Xo'p, 18 ga 38, podyomi esa 13 razmerda g'ish chiqaradi. 10 ta bitta chiqarganda 10 ta chiqaradi. Mana bu yerda shunday bossak, o'zi shunday tashiydi. Mana aravani olib kelib to'kib, ustini shunday tekizlab, yana shuni shunday bosib ko'tarsa, pastga ko'tarsa, mana do'stlar. Shunday ko'tarsa, ana. Hop, to'xtaydi o'zi, avtomatik bo'ldi. To'xtadimi? Tagida o'sha 10 ta siz xohlagan g'ish tayyor. Buni esa shunday tortasiz. Bittada 10 ta g'ish tayyor bo'ldi. Yana shuni davom ettirib quyib ketaverasiz do'stlar. Suhrob akamiz mana shu narsa bilan mishalka, lenta, drabilkani zakaz qilganida tayyor bo'ldi. Qashqadaryoga buni ham bugun erta nasib qilsa jo'natamiz. Xo'p.
Xo'p, endi do'stlar, bunisiga kelsak, mana bu yerda ikkita ko'mir briketimiz, yana o'sha 3 fazada ishlaydi, 15 kilovatli motor qo'yilgan. Soatiga bu degani 15 ming rasxod, 10 soatga 150 ming rasxod, lekin o'sha rasxodga yarasha sizda foydangizni qoplab beradi. 4ta chiqadi. Ko'rib turibsizlar, ikkalasi bir xil narsa. Bu o'zimizda shu yaqin rayonimizga beryapmiz. Xo'p. Buni xohlovchilar uchun do'stlar, o'zimizda shu naryoqda yana akalarimiz bor, ishlatishadi. 2 yildan beri nomerlarigacha beramiz. Borib ko'rishlaring ham mumkin, ishonmaganlar uchun haligi bir xillar bor-da, endi unday bunday deydi. Ishonmaganlar uchun borib ko'rishlaring mumkin. Adresigacha, nomerigacha beramiz do'stlar. Mana shunaqa apparatda ikkita olgan bitta akamiz. Bunisida 20 tonna. Bunisida 20 tonna. Ikkalasida общий 40 tonna ko'mir chiqaryapti bir kunda do'stlar. Tushunasizlarmi? Xo'p, endi bu narsa uniki. O'zi keraklisini yoqadi, o'ziga birinchi o'rinda. Ko'p teplitsasi katta, hokasi ham unga shu arzonroq keladi. Ya'ni ko'mir purish, ko'mir bilan shug'ullanadi. Ko'mir olgandan keyin u katta ob'yomda hokasi chiqaveradi tayyor. O'sha narsani ham briket qilib sotadi, o'zi ham yoqadi do'stlar. Bemalol bu bir kunda, ya'ni 10 soat, 8 soat ichida 20 tonna, unisi ham 20 tonna, bir kunda 40 tonna. Xo'p, siz masalan shu narsani yo'lga qo'yaman desangiz, bitta olsangiz bir kunda 15 tonna chiqaring, hisoblaysiz. Tokka o'sha rasxodingiz shu 150 ming atrofida tok. Yana o'sha o'zingizda hisobingizni qilasiz. Bunga 3 kishi ishlatsa yetadi, chunki bir kishi tashab tursa, bir kishi olib tursa, bir kishi taxlab turadi. Shu bemalol, agar uni yo'lga qo'yaman siz juda bir sizbob narsada, xudo xolasa. Shu ko'mir bilan shug'ullanadigan qadri baland qadrdonlar. Xo'p, endi bunisiga kelsak, gidrosilindrli mini g'iz zavodimiz do'stlar. Bu yerda bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta tayyor holati, xudo xolasa. Hozir albatta buni ham ishlashini bitta ko'rsatamiz. Xo'p, bunisi do'stlar, ko'rib turibsizlar, bittalik. Mana shu narsani ko'rib turibsizlar mana. Do'stlar, kattaligini ham 40 ga bu 30 podiyom 10. Hop, ana do'stlar, ikkita o'sha standart, ya'ni paltara razmerdagi g'ishimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, bemalol bundan ham shu 2 kishi yo 1 kishi uy sharoitida chiqarsa bo'laveradi. Buni ham narxini o'ta arzon qilib qo'yganmiz. Bemalol zakaz qilsalaring bo'laveradi. Bunisiga kelsak do'stlar, bunisi ham shu 38 ga 18 razmerdagi bitta chiqaradi. Tayyor do'stlar, har bitta detalini yangi qo'yamiz. Mana bu kalitni ko'ryapsizlarmi? Mana. Ko'rinyaptimi? Bitta burasa zavod bo'ladi. Mana shu kalit, mana bu yerga sop. Hop, bitta burasa zavod bo'ladi. Burchaklarimiz ham, motorlarimiz ham xudo xolasa yangi. Bu 11 ta ot kuchiga ega, statorli, xohlasa rushnoy tortsa ham yuradi, xohlasa akkumulyatorda ham yurgizsa bo'ladi. Enshilarimiz, har bitta detalimizga ahamiyat berasizlar. Listlarimiz ham qalin listlardan bo'ladi, yuqa eskidan emas. Silindrlarimiz ham xudo xolasa yangi. Shu 8-9 tonnalik. Xo'p, endi bunisiga ahamiyat berasizlar. Rasxodiga qancha? Rasxodiga 1 soatiga 800 gram rasxod bo'ladi. Mana shunda bir kishi xo'p, bittalikda ishlatyapti. Juda ko'p do'stlarimiz olgan. Bularni ham o'sha ishlatayotganlarni ham aloqa nomerini berishimiz mumkin. Bog'lanib, qanday bo'layapti, nima bo'layapti, haqiqatan realniymi, ishlatsa bo'ladimi, foydasi bormi so'rashlaring mumkin. Bemalol 2 kishi 2000 ta shundan chiqaryapti ekan. Do'stlar, buni o'sha juda ko'p Samarqandda, o'zimizda shu vodiyda ishlatayotgan aka-ukalarimizni, Qozog'istonda ham ishlatyapti. Qilib berganmiz hammasiga. Tojikistonda esa mana juda ko'p ishlatayotgan. Ikkitasi bitta odamga Dushanbega ketadi. Do'stlar, mana bunisini ham ko'rishlaring mumkin. Bu ham xuddi shu razmerda tayyor. Mana o'sha Tojikiston Dushanbega tayyorlaganimiz ikkitalik. Do'stlar, ikkitalik. Endi buni narxini qanaqa deydi? Bunisi ham ikkitalik. Shu bir xil razmer ikkalasi. Hamma yo'g'i bir xil do'stlar. Chunki bu bitta odamga Dushanbega
Tojikistonda Dushanbesiga xudo xolasa. Bittalikda ham, ikkitalikda ham narxi bir xil o'zgarmaydi, faqat endi to'g'ri tushuninglar, razmer katta bo'lsa, bittalik qilganlaring yaxshi. Endi bu akamiz ikkitalik degan, bittalik do'psvasini ham aytganmiz, buni plus minusini ham aytganmiz. Bo'laveradi, ikkitalik bosing degan, ikkitalik bosib berdik. Endi shuning uchun do'stlar, ahamiyat berasizlar, o'sha telefon qilib zakaz qilayotganlaringda bittaligini yo ikkitaligini aytishda, o'sha men sizlarga o'sha hammasini tushuntiraman. O'shanga qarab zakaz qilaverasizlar. Bizga farqi yo'q, narxida ham, boshqasida ham bittalikni, ikkitalikni qilib beramiz. Ikkovi ham moshni ishlaydi, faqat ko'proq chiqaraman deb o'ylaysiz bundan. Yo'q. Aksincha, ishingiz tez bo'lmaydi, bittalikda tez bo'ladi. O'shaning uchun to'liq ma'lumotni telefon qilganlaringda aytib o'tiramiz. Ahamiyat berib turasizlar, do'stlar. Xo'p, endi bu yerda sizlar uchun hozir mana nechta apparat? Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta apparatni to'liq ko'rsatib o'tdim. Endi bularni har bittasini sizlar uchun bitta narxini aytib o'tayga. Eng qiziq joyi mana shunda, maza qilasizlar. Kundalik apparatdan ham ko'ra apparatni obzor qilishdan oldin birinchi o'rinda narxini aytdingda juda ko'pchilik. Xo'p, narxini aytamiz do'stlar. Faqat aytib o'tdimki video boshida. Xo'p, juda katta aksiya qilganmiz. Narxini eshitib bitta maza qiling o'zingiz. Nega bunaqa arzon qo'yardingiz? Qani unda biz ketdik, narxi bilan tanishib chiqamiz apparatlarimizni. Bismillah. Xudo xolasa do'stlar, mana shu briket apparatimizdan boshlaymiz narxini. Bu apparatimiz uni juda ko'p yasab berganmiz. Ancha yildan beri. Bu yil ham, o'tgan yil ham nihoyatda ko'p yasaganmiz. Yiliga adashmasam mana shu apparatdan bir 50 ta kamida chiqadi. Kamida 50 ta. Bu apparatimiz joyida 17 million so'm bo'lgan edi. Sizlar uchun do'stlar joyida 15 million qilib qo'ydik. Dollarga 1200 dollar shunaqa atrofida hisob-kitob qilinadi. Где-то shu jinni-mindi razницasi bor. Buni hozir dollar ham ancha pastlab qoldi. Xo'p, bundan bo'lsin tumaloq, xo'p 600 gram bo'lsin. Farqi yo'q, razmeri, faqat narxi bir xil. Hamma yo'q, do'stlar. Mana briketlarimizni ko'rdilar. Endi do'stlar, mana bunga kelsak, o'sha rushnoy briketimizga, buni do'stlar 4 milliondan kam sotmayapmiz. Sizlar uchun, imonni siz uchun aka, nima bo'lsa bo'ldi. Mana shu yerda bori 3,5 million qilib bering, maza qilib ishlating, sezoni keldi. Mana shu do'stlar, siz uchun 3,5 millionga qilib bering. Endi bunisiga kelsak, u bilan buni nima farqi bor deysiz? Xo'p, materialimga qaraysiz, bunga material jinni ko'p ketgan ekan, kattaroq nisbatan, u bunday. To'g'ri, endi bu g'ish chiqaradi, u ko'mir chiqaradi. Ikkovini ham sezoni qiladi. Nima bo'lsa bo'ldi. Buni ham bori 4,5 milliondan kam sotmaganmiz. Endi bo'ldi. Nima bo'lsa bo'lar. Aksiya dedik. Bir oy ichida aksiya. Bu bilan buni narxini bir xil qilib bersam qanday bo'ladi? Ikkovidan ham olib qo'yasizmi? Nima bo'lsa bo'ldi deb 7 millionga ikkovini beraveramiz. Nima bo'lsa bo'ldi. Qishda unisini bosasiz, yozda bunisini bosasiz. Bo'ladimi? Shu joyga bitta like bosib qo'yasizmi? Qani unda ketdi. Faqat joyida dastavkasi addenni manzilingizga qarab. Bunisini do'stlar, mishalka, lenta, drablka va 10 talik o'sha ko'rsatib o'tganimiz mana shu narsa, mana shu So'xrob akamizni o'zi ham ko'rib turgan bo'lsa bitta like ni bosib qo'yasiz, chunki bitta like bosish sizdan apparatingizni chiroyli qilib yetkazib berish bizdan-da. Mana shu holatini do'stlar 32 million so'mga tayyor qilib berdik. Dastavkasi addenni o'zi olib ketadi. Narxini aytib o'tdik. Dollarga 2,5 ming atrofidan balandroq, jinni plus minusi bor, lekin mana shuncha degansan demanglar kelib. Men hisoblab ko'rmasdan dollarda xomchot aytyapman. 2,5 ming, 2600 dir, 2700 dollardir dollarga bichganda. Shunaqa 2700 dollardan oshiqmas lekin kam bo'lsa kamki shunaqa. Endi buni qancha narxini aytib o'tmadik. Dollar hozir tushib ketdi. Bo'lashi 300 dollar, 300 dollarga zo'r, dollarga aytib o'tyapmiz. 600 dollarga ikkovini shunday haydab ketaverasiz. Maza qilib ishlatasiz, lekin garantiyasi har bittasini bor. Ko'ngilni to'q qiling. Mana bu katta apparatlarimizga 1 yil beramiz, bularga esa 3 oydan garantiya beramiz. Ko'ngilni to'q qilaverasiz. Endi mana pul toparimizchi, to'ychog'imiz nima deyapti bu? O'sha kuniga 20 tonnani ko'rdim demaydigan ko'mir briketimizni narxiga kelsak do'stlar, buni bori narxini 22 milliondan kam sotmaganmiz.
4 million arzon qilib bersam qanday bo'ladi? 4 million. 1 million emas, 2 million emas, 3 million emas, 4 million, 4 million. Bu eshitganmizlar bunaqa aksiyani. Maza qilinglar. Mana shu narsani do'stlar, bittasi 18 milliondan kami yo'q. Dastavkasi addenmi. Dollarga 1,5 mingga hisobini olaverasiz. 1400 dir, lekin 1600 emas. O'sha plus minusini aytib hisob qilasizlar do'stlar. Mazami? Qanaqa aksiya bo'ldi? Bu ham bo'lsa 1 oy bosib qolasizlar. Sezoni keldi. Buni ham zakaz qilsalaring 10 kunda tayyor bo'ladi. Farqi yo'q, dastavka qayersalang qilib berilaveradi. Bunisi esa o'sha bittalikmi, ikkitalikmi, salarkalikmi, 3 fazalikmi, benzinlimi farqi yo'q. Yoki gibridmi farqi yo'q. Gibridida ozgina narx bo'ladi. Uni o'zgarish faqat qilib berishimizga farqi yo'q, qilib beraveramiz. Buni endi narxiga kelsak do'stlar, mana shunimizni turishi Tojikistonga bitta odamga ikkita qilayotgan bo'lsak, dastavkasi bilan bori, dastavkasi bilan 40 mingga yetkazib beryapmiz. Qanaqa bo'ldi? Bu degani 40 ming somonga. Tojikistonliklar bormi? Tojikiston Bapesh. Bitta bosasizlar, sizlar ham like. Mana shu narsani ko'rib turibsizlar. Dushanbega ikkita apparatimiz tayyor bo'ldi. Bugunoq nasib qilsa shunday o'sha motorlari kelgan yangi qo'yib jo'natamiz egasiga. Narxini esa buni endi so'mda o'zimizning pulga aytadigan bo'lsak do'stlar, buni ham 22 milliondan kam sotmaganmiz. Oxirgi narxi shu 1 oy ichida bemalol kelib, ko'rib, tekshirib olib ketishingiz mumkin yoki dastavka qilib yuborishingiz mumkin. Biz dastavka narxiga kelsak do'stlar, mana shu holati turishi 18 million qilib beramiz. Qanday bo'ldi? Bunda ham o'sha 4 million aksiya bo'ladimi? Mana bunisi ham shu do'stlar. Bunisi ham. Buni hozir bitta ishlashini tomosha qilamiz. Do'stlar, mana har bitta apparatimizni ko'rsatib o'tdik. Mana shundaysiga apparatlar makoni desa ham bo'laveradi. Ishlab chiqarish apparatlari. Farqi yo'q, biz faqat bu narsalarni yasamaymiz. Kimgadir qanaqasidan nimadir kerak bo'lsa, katyol deysizmi, trablka deysizmi, boshqa narsa deysizmi, xullas kimga qanaqa apparatlar kerak bo'lsa, bosamiz gazini. Sovundikimi, parashyotdikimi, geldikimi, qurtdikimi, umuman farqi yo'q. Zakaz qildingizmi, qanaqa apparatni, umuman farqi yo'q, bosamiz. Faqat Xudo xolasa sizlar uchun har bitta apparatimizni garantiyali, sifatli, yangi materiallardan ishlatib, adresingizgacha yetkazib, kerak bo'lsa ishlatib, o'rgatib ham qo'yish mana xizmati bizdan do'stlar. Bitta like esa sizlar bor. Mana shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqing. Bu tarafda g'ish apparatlarimiz tayyor bo'lyapti. Katta gigant, salarachni, elektriskiy, traktorli, gazli farqi yo'q. Buni ham katta aksiya e'lon qilganmiz. Buni ham bemalol zakaz qilib, sezongacha olib borib, gazini bossangiz bo'laveradi. Sezonda o'chirib qo'yib ketadi. Juda yaxshi bilasizlar. Bu ham o'sha silindrli mini g'ish apparatimiz. Bu tarafda rushnoylarimiz tayyor. Mana bu tarafda yana o'sha ko'mir briket apparatlari hamda rushnoylari, g'ish apparat hammasidan tayyor bo'lyapti. Bemalol sizga qaysisidan kerak bo'lsa, shu do'stlar, gazini bosasizlar, bizni podeshga qilasizlar. Hatto shu videomizda 10 mingdan oshiq prosmotr qilishga o'zlaring podeshga qilasizlar-da. Sizlarga ishonamiz. Qani unda qanday ishlayapti bu? Bitta tomosha qilaylikmi? Endi ham like tarzida men ham
mashina ko'rdilaringmi? Qanday, ma'qulmi? O'ta sifatmi? Mana silliqlarga ham ahamiyat berasizlar, do'stlar. Вообще zo'r. Bitta odamni hozir namligida ko'taryapti. Bu qurganda u mana shu tevadan tashlab yuborsangiz ham pishgan ishdan baquvvat bo'lsa bo'ladi, undan sizlar bo'lmaydi. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizning videolarimizni kengroq tarqatib, podpishka qilib, qo'llab-quvvatlab, dirs-dirs qilib layklarni bosib, o'zlaringiz hissalaringizni qo'shaverasizlar. Biz esa sizlar uchun xizmatdamiz doim. Aksiyalarimizni eshitib o'tlaring, to'liq aytib o'tdik. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa bitta kechirasizlarda, kimda qanaqa fikr bo'lsa bor, sekin tirs-tirs qilib kommentariy yozib qo'yasizlar. Qo'ldan kelganicha javob berib o'tiramiz. Qani unda, xayr, sog' bo'ling.